Xorazmshoh Tekish Hamadon atrofida, Dezash va Qosimobod oralig'ida bir oy ichida qurib bitkazgan ov ko'shkida qabul marosimi tashkil qildi. Hammaning dardiga quloq solib, Hamadon imomlari va ulug'larini hurmat bilan e'zozlab, izzat ikrom va iltifot ko'rsatdi. Xalifa an-Nosir Xorazmshoh Alauddin Tekish Iroq Ajam paytida bosib olingan To'g'rul yerlardan bir qismini o'z ixtiyoriga beradi deb o'ylagan edi. Chunki Vazir ibn al-Qassob boshchiligi ostidagi xalifa jangchilari Sulton To'g'rulga qarshi janglarda ishtirok etgandi. Biroq Xorazmshoh xalifaga biron bir viloyatni taklif qilmadi. Shunda xalifa an-Nosir o'zining saxovatpeshaligini ta'kidlash maqsadida Sulton To'g'rul yerlarini Xorazmshoh Alauddin Tekish tasarrufiga o'tganligini tasdiqlovchi yorliqni topshirish va hashamdor sulton libosini kiydirishni vazirga topshirdi. Vazir ibn al-Qassobni yorliq va sovg'a salomlar bilan jo'natar ekan. Uni kuzatib borishga kurd va badaviy arablardan iborat 10,000 kishilik qo'shin jo'natdi. Vazir Asadobod dovoniga kelib tushdi va Xorazmshohga quyidagi so'zlarni aytib yubordi. Xalifalik oliy devoni tomonidan senga sharaf libosi va davlatga egalik yorlig'i topshirish lozim ko'rildi. Davlat vaziri bu muhim vazifani bajarish uchun shu yerga keldi va bu muruvvat shukronasi uchun Sulton Tekish kam askar bilan uning huzuriga bosh egib, yelday uchib kelishi va vazir oti jilovini tutib piyoda yurishi kerak. Biroq Xorazmshoh Alauddin Tekish o'zini tuzoqqa tushirishmoqchi degan gumon qildi va vazir qo'shinlari qarorgohiga hujum qilishga buyruq berdi. Vazir ibn al-Qassob qochib qutuldi, lekin Sulton Tekish sipohiylari uni Dinobod yaqiniga qadar ta'qib qilib bordilar va ko'plab o'lja bilan qaytdilar. Shu voqeadan keyin Xorazmshoh Tekish bilan xalifalik munosabatlari butunlay buzildi. Hamadonni va Iroq Ajamning katta qismini egallagan Xorazmshoh Alauddin Tekish Iroq ma'muriyatini qayta tashkil qildi va hamma joyga soliq yig'uvchilar yubordi. U egallagan yerlarni o'z amirlariga bo'lib berdi. Isfahonni Qutlug' Inonchga, Hamadonni Amir Qorako'zga, Rayni esa o'g'li Yunusxonga topshirdi. Unga otabek qilib Amir Mayochuqni tayinladi. Xorazmshoh Alauddin Tekish Iroq amirlarini kamsitib, har qanday harbiy harakatni to'xtatishga majbur qildi va Iroq Ajamning butun xazinasini qo'lga kiritdi. U barcha amaldorlarni ishdan bo'shatib, devondagi vazifalarga yangi odamlarni tayinladi. Iqto yerlarini avvalgi egalaridan tortib olib, o'z odamlariga berdi. Hamadondagi dabdabali marosimdan keyin Xorazmshoh Gurganchga qaytdi. Xorazmga qaytib kelayotib, o'g'li Nosiruddin Malikshohning Marv iqlimiga chiday olmay, kasal bo'lib qolgani haqidagi xabarni eshitib, uni yana Nishopur hokimi lavozimiga tikladi. Dastavval Nishopur hokimi bo'lgan va u uchun Xurosonda yerning bir qismini ajratib berilgan Qutbiddin Muhammadni o'zi bilan olib Xorazmga yo'l oldi. Xorazmshoh Tekish Iroq hududidagi kurash tufayli chegaraning bir qismi qisman e'tibordan chetda qolganidan foydalanib, Qipchoqlar Qayir Bukuxon boshchiligida yangi bir harakat qilishni xohladilar. Darhaqiqat, Tekish shimoldagi Qipchoqlar ustidan hukmronlik qilgandan so'ng uzoq vaqt Iroq va Xuroson masalalari bilan shug'ullanishga majbur bo'ldi. Xuddi shu davrda Jand noibi sifatida muvaffaqiyatli xizmat qilgan o'g'li Nosiruddin Malikshohni Nishopur noibligiga tayinlagan edi. Biroq Xorazmshohlar davlatining shimoliy hududlarida yuzaga kelgan bunday hokimiyat bo'shlig'i salbiy oqibatlarni keltirib chiqarishda kechikmadi. Sulton Tekishning diqqat-e'tibori butunlay boshqa yo'nalishlarga qaratilishi natijasida Qipchoqlar orasida Xorazmshohlar davlatiga qarshi harakat paydo bo'ldi. 1195-yilning qishida Sulton Tekish
Isyonkor qipchoqlarning yetakchisi Qayir Bukuxonga hujum qilish maqsadida sig'inoqqa yo'l oladi. Sulton Tekish ko'p sonli qo'shin bilan jangga kelganini eshitgan Qayir Bukuxon sig'inoqdan qocha boshladi va Xorazmshoh qo'shini darhol uni ta'qib qila boshladi. Ammo bu voqealar sodir bo'layotgan paytda Sulton Tekishning maxsus qo'shinlari tarkibida bo'lgan Uran qabilasiga mansub bir qipchoq birligi Qayir Bukuxon bilan aloqa o'rnatishni boshlaydi. Uraniylar Qayir Bukuxonga xabar yuborib, agar u qochmay Sulton Alauddin Tekish bilan jang qilsa, uning tarafiga o'tishlarini bildirganlar. Bu kutilmagan yordam bilan Qayir Bukuxon Xorazm lashkariga qarshi jang qilishga qaror qildi. Ikki qo'shin bir-biriga qarama-qarshi turishdi. Ko'p o'tmay jang boshlandi. Jang keskinlashib borayotgan bir paytda Qayir Bukuxon bilan kelishuvga erishgan qipchoqlar yo'nalishini o'zgartirib, Xorazmshohlar qo'shinining harbiy aslahalari va ashyolarini talon-taroj qila boshlaydi. Bu esa urushning borishini o'zgartirdi. Islom kuchlarining aksariyati jang maydonida halok bo'ldi. Ko'plari issiq va quruq cho'lda o'lib ketishdi va Sulton Alauddin Tekish 18 kundan keyin Xorazmga yetib bordi. Xalifa An-Nosir Xorazmshohning Iroq Ajam yerlarini bosib olishiga sira ham rozi bo'la olmasdi. Sulton Tekish Xorazmga qaytib kelishga ulgurmay turib, Xalifa An-Nosirning qutqusi bilan Iroqda o'zaro urushlar boshlanib ketdi. Tekishning mintaqani tark etishidan foydalangan Qutlug' Inonch darhol harakatga o'tdi. Asosiy maqsadi Iroq Ajamni qo'lga kiritish bo'lgan bu amir janglar orqali qarshilik qila olmagan Sulton To'g'rulni yo'q qilish uchun Sulton Tekishdan foydalangandi va uning yordami bilan Iroq Saljuqiylar davlatini tugatgandi. Sulton Tekish o'z mamlakatiga qaytganidan so'ng Qutlug' Inonch otasi Otabek Jahon Pahlavon davridagi siyosiy ta'sirni qayta tiklash uchun o'zi bilan sobiq Saljuqiy amirlarni olib, Iroq Ajamni qo'lga kiritish uchun harakat qildi. Isfahon hokimi Qutlug' Inonch Xalifa An-Nosir tomoniga o'tdi va Sulton Tekishning o'g'li Yunusxon va uning otabegi Mayochuq bilan ittifoq haqidagi shartnomani buzdi. Unga qarshi ochiq jang boshladi. Isyon bayrog'ini ko'targan Qutlug' Inonch Hamadon tomon harakatlandi. Uning Iroqdagi urinishiga darhol Sulton Tekishning o'g'li Yunusxon tomonidan javob berildi. Iroqdagi Xorazmshohlar qo'shinining bosh qo'mondoni Mayochuq yonidagi Sulton Tekish o'g'li Yunusxon bilan birga Qutlug' Inonchni yo'q qilish rejalarini tuzdi. Ular birgalikda raydan olgan katta qo'shin bilan Qutlug' Inonch ustiga yurish qildilar. Qutlug' Inonch Xorazm qo'shinining o'zi tomon kelayotganidan qo'rqib, chekinishga kirishgach, ta'qibdan qaytmagan Mayochuq nihoyat Zanjon yaqinida unga yetib kelib, jang qilishga majbur qildi. Zanjon yonidagi jangda Mayochuq qo'shinlari Qutlug' Inonchni tormor keltirdi. Shiddatli jangda mag'lub bo'lgan Qutlug' Inonch harbiy aslahalari va ashyolarini ortda qoldirib, Bag'dod tomon qochdi. U omon qolgan askarlari bilan xalifa vaziri Ibn al-Qassobning Xulvan darasi yonidagi qarorgohiga keldi. Vazir Qutlug' Inonchni sharaf libosi bilan taqdirladi. Qo'l ostidagi butun sipohiy qo'shinini uning ixtiyoriga topshirdi. Qutlug' Inonch va vazir qo'mondonligi ostida qo'shin Kirmonshohon orqali Hamadonga qarab yo'l oldi. Yunusxon va Mayochuq rayga chekinishga majbur bo'ldilar. Hijriy 591-yil Shavvol, milodiy 1195-yil sentyabrda Hamadonni egallagan xalifalik qo'shini Hamadon atrofidagi yerlarni qo'lga kiritib, rayga yaqinlashdilar. Ammo xalifaning buyrug'ini bajarish vazifasi yuklangan Bag'dod askarlari ham o'zlari borgan joylarda eski talonchilik qoldiqlarida talon-taroj va vahshiylikdan o'zlarini tiya olishmadi.
Kuchli bosim ostida Rayni tark etishga majbur bo'lgan Xorazm qo'shinlari Domg'on, Bistom va Jurjonga chekindi.